Oh, fantastik. Gaz ishlamay qoldimi yoki tormozni qo'yaveramangiz? Yo'q, hayolimda edim просто. Men o'ylayman, agar siz Nyu-Yorkda bo'lsangizga, sizda уже borku tushib, urib, sizda уже Signal cho'qlab, berib. signal. Tushunapsizmi? Hozir men telefon qilay Aysga. Alo. Mana bu yerda bitta Meksikada kelibdi bola bor. O'qing, menda O'ttizga kirdik. Tezkiyni. Shunda sizni mashinangiz ham yeb ketgan, olma qoldi nima bo'ldi? Yo'q, meni mashinamni o'zim sabab O'zi yeb ketdi. o'zim. O'zi yeb ketdi. Qiz boladan so'ralmaydi bu yoshini. Ha, mayli, hamma 24 o'sha bilib olishdi. Qay bilsa o'zi 24 yoshli green card'ami? Yo'q, hamma to'g'ri. Kerak emas. Meksikadan kelgan odamlar o'qisa bo'ladimi? Amerikada kim aytadi bu kishini ikkita xotini bor deb? O'xshaydimi asosan? Ikkita Samandar aka? ikkita xotinlar. Samandar aka, nimaga bunday qildingiz aka? Alo, Bitta yanga. ro'zg'orni ajratib olmoqchimisiz? Siz bilasizmi yanga? Ko'rib turganingizda bu odam kelgandan beri bizlar ikkimizni yomonlayapti. Sizga Shunday qilib hali- ishonish kerak emas. Oh, fantastik. Assalomu alaykum hammaga. Mana nihoyat o'sha kutilgan kun keldi. Men maskani yechdim lekin. Albatta biz yechamiz. Men maskani yechdim. Shovimizda maskadan maqsadi kelinglar shu maskani yechib qo'yib, shu fantastik shou kelganda samimiy o'zimiz Juda bir bo'laylik. ma'noli gaplar qarang. O'zimiz bo'lib samimiy suhbat qo'yaylik. Nima deydilar? Shunday. Da, давайте, mana. Ana bu yerda ham bugun mehmonimiz bu yerda maskani yechib qo'ydilar. Va nihoyat o'sha kun keldi. Bu kunni juda uzoq kutdik. Bu juda katta tayyorgarliklar Abdurashid bilan ro'zadan oldin boshlagandik. Abdurashid Ro'zdan oldin boshlagandik, va nihoyat shu kun keldi. va bugun biz birinchi sonini syomka qilyapmiz va bugun birinchi mehmonimiz Mubeta singlimiz. Xush kelibsiz. Rahmat. Siz bilan podcastda suhbat qilganmiz. Конечно. Juda ham zo'r suhbat Rahmat bo'lgan edi. chaqirganingizga juda xursand bo'ldim. Juda ham xursandmiz. Tashrifingiz uchun rahmat. Xo'sh, nima yangiliklar sizda bu yerda? O'sha oxirgi marta qachon edi siz bilan ko'rishganimiz? 6 oy oldin, ha? Da, уже yarim yil bo'ldi. Уже populyarniy bo'ldim. Keyin Instagram yopilib ketdi. Hozir hech kim bo'lib qolmadi. Instagram bo'lib ketdimi o'shandan keyin? Yo'q, undan keyin emas, o'zim yopdim. Deaktivatsiya qildim пока что Instagramimni. Nimaga? Juda ko'p kommentariyalar hateful yozishdi. Qo'yib hammaga yozishadi bizga ham Abdurashid bilan. O juda Juda olmadim. Nega hazillashdim, как detoks qildim. Meni har xil lичностьlarim borda. Hozir menda спокойно yozuvchi lичностьga o'tdim. Keyin может qaytaman yana. Juda ham zo'r Siz lekin pauza qildingiz Instagramdan, ha? Da, Bu Instagram bu gryazdan pauza qilganlarda. da. juda ham zo'r. Bu juda ham zo'r. O'zi detoks qilish kerak. O'zi mana bu juda informatsionniy nima odamni nima qilib qo'yadi, charchatib qo'yadi. Samandar Informatsiya aka, kam bo'lgani yaxshi. bu o'lizdagi kim ana bacha? O'tib Jo'ra kimsan sen? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshimi? Assalomu Siz bilan birga keldimi? Yo'q, birinchi marta ko'raman. Ha, yo'q. man dastavchi. Dastavchik? Iyi. Ha, boyak pizzani solib keling do'stim. Nima o'tirib oling qo'limizda? Nimasi mikrofon berdilaring-ku. O'zimizni odam ekan. O'zimizga. O'tirib bemalol. Ha, bu yerda nima yangiliklar sizda hozir? Qanaqadir mojbut turmushga chiqyapsizmi, yo'qmi? Yo'q, hozir barvaqtmi yo'q hali. Yo'q, hali unaqa hali vaqtimiz ham bo'lmaydi. O'zim bir ikkita bolalarni taklif qilganman bu yerdagi. Bilmadim o'zlari hal Mana shu qiladilar. hammasi bo'ydoqanishli. 1 2. Yo'q, u kishi bo'ydoq emas lekin. Sherzod Yo'q, u kishi bo'ydoq emas lekin, точно. Qolganlar hammasi bo'ydoq. Men o'ylayman. Ha, Sherzod haqiqatan bo'ydoq emas. Mayli, ha, bu narsani o'zingiz bilasiz. Nidoni palashib qolmaymiz. Xo'p, bilasizmi, bizga nima qiziq? Fantastik show o'zi nima? Fantastik show bu odamlarni kayfiyatini ko'taradigan show. Ya'ni ozgina bo'lsa ham odamlarga yaxshi kayfiyat berib, ozgina bo'lsa ham shu ziq hayotidan, ya'ni zerikarli hayotidan chiqarish maqsadimiz. Tamom. Va ketgan vaqtiga achintirmasdan shu narsani odamlarga yaxshi kayfiyat berish. Qisqacha tushuntirib o'taman-da. O'shanga sizda bo'lgan bir ajoyib voqealar kelsa agar, Amerikada yoki O'zbekistonda sizni umringiz davomida bir zo'r istoriyalar eslasak. Qiziqarli voqea. Qiziqarli istoriyalar. Qiziqarli. Bo'ldi, mashinalar haqida boshlaymiz endi. Birdaniga. Parod bo'lgan mashina Parod qilgan har xil mashinalar bor, xohlasangiz o'shani aytib berishim mumkin. bo'ladi. Qanaqa mashina?
Вообще mashinalar bu yerda juda как осторожный bo'lish kerak ekan. Har doim qanaqadir bir narsalar bo'ladi. No, masalan, stop signni urganim. Aytib berganmanmi yo'qmi? Stop sign urgan. Stop sign. Bir aytib o'tirdilar, lekin esdan chiqdi shu narsa. Aytib beringchi bizga qiziq. Da, yo stop sign turdi. O'shani urib ketganman. Keyin politsiyskiy kelganda, men bilmadim nima qilishni. Men u payt endi kelgandim-da Amerikaga. Men qanaqasiga stop signni tuzatishligini ham bilmadim. Keyin politsiyskiy chiqqanda aytganman, men tuzatib qo'yaman, joyiga qo'yib qo'yaman stop signni deganman-ki. Yo'q degan, shunaqa istoriya bo'lgan. Bu sizni birinchi nimangizmi? Avariyangizmi? Da, birinchi avariyam shu stop signda bo'lgan. Ne, qor yoqqan bo'lganmi, to'xtay olmaganmisiz? Yo'q. Просто stop. Ichgan bo'lganlar. Yomon ko'ringanda Yo'q, sizga, siz shu yomon bekor turibdi shu yerda odamlarni to'xtatyapti. O'sha znak manchilikni qilganda ko'zlariga. O'zi har doim stop sign bilan bir narsa bo'ladi. O'tgan gal ham ketayotgandim, o'zimni xayolimda qanaqadir bir xillar dovdirab qolaman. Stop sign bor edi har doimdagi harakatni boshlanishi. Stop signda shunda to'xtab qolibman-da. To'xtab qolibman. Juda ko'p to'xtab qoldingizmi, nima? Ha, 5 minutmi, 10 minutmi to'xtab qoldim, bilmayman. Sababi nima? 5 minut stop signda просто to'xtab turish. Gaz ishlamay qoldimi yoki tormozni qo'yib yuboraman? Yo'q, xayolimda edim просто. Men o'ylayman, agar siz Nyu-Yorkda bo'lsangizga, sizda уже borku tushib urib, sizda уже Signal cho'qlab, signallar 5 ketishadi. minut tursa she'rda ham signal beradi. Ya bu yerda bitta mashina yo'q edi-da. Men как раз anaqada Shad akvariumdan как anaqalarni qarab, manzarani qarab ketayotgandim, xayollarimda o'zim muzikalar qo'yib olibdi. Как будто siz delfinlar bilan cho'milyapsiz. Mazza qilib. Da, keyin qarasam sekin politsiyskiy orqamdan tutyapti. Keyin bunday chiqib, "Are you on drugs?" dedi. Как anaqa. Chakkamsan debdan siz? Da, keyin aytdim, "Yo'q." Nega to'xtading? Mazam bo'lmayaptimi dedi. Ya говорю, "Yo'q, просто to'xtadim." Stop degan ekan, Yo'q, просто svetofor ko'rinmayapti. Svetofor cho'da ko'rinmayapti bu yerda. Go degan yozilib ketmas ayni. Da, shunaqa bo'ldi voqea. Keyin mashina bilan yana avariyaga tushdim. Mana Asad Ignition Avenue'siga olib boruvdim mashinamni. Da. Yaxshi reklama. Da, rahmat tuzatib berishdi, yangidek qilib berishdi. Lekin o'shanda ham как urdim men. Hayolda. Yaxshi emas. Ozgina urdim. Qanaqasiga? Bunaqa svetofordan qo'zg'alayotganda как men ular ketdi deb o'yladim. Ular ketmagan ekan, stop резкий bosuvdi, men urdim. Yaxshi baloni bor. U ham chiqib keldi. Yuralarini o'sha вообще unaqa avariya bo'lmadi. Svetofordik. Ozgina tegib qoldi. Mashinasiga hech narsa bo'lmadi. Потому что baloni bor edi. Сразу bitta endi страховка naqalar, naqalarga yuragini ushyapti, boshini ushyapti. Yuragini boshini endi qattiq og'riyapti, тоже bilmayman. Keyin rosa so'radim. Iltimos, studentman, u bu dedim. Xo'p dedi. $2000 berdi. Wow. Da. $2000? Da, shunaqa dedi. Keyin aytdim, "Yo'q, pulim yo'q" dedim. Men говорю, 1000 bera olaman, 1500 ber, mayli dedi. Tag'in har gal pul gapirayotganda yaxshi bo'lib qoladi dedi. 1000, 1500 ber dedi. Men yo'q Endi dedim. kamroq aytsangiz mazasi qochadi, sal qo'shsangiz yaxshi bo'ladi. Da. Yaxshi odamga o'chirasiz. Yaxshi. Yevro emasmi? Keyin men unaqa bankovskiy shotimni ko'rsatdim. Rahim kelib ketdi-da. Voy, minusdamidi nima? Keyin Yo'q, men senga bera qolay dedim. Yo'q, keyin unga berdim. Faqat shunaqa narsalar. To bitta mashinani belka nima? Olmaxonlar. Yangi o'rtog'imning mashinalari edi. Yangi oluvdi, hammaga qo'yuvdi, naq qiluvdi. Yo ertalab tursa olmaxonlar provodlarni hammasini yeb tashlashgan. Men ham eshitdim lekin shunaqa voqea, mashinani yeb. Voqeada rosa ko'p mashinada. Shunda sizni mashinangizni ham yeb ketishganmi, olmaxonlar nima bo'lgan? Yo'q, meni mashinamni o'zim sababchi. O'zim yeb ketdim. O'zim yeb ketdim. Yeb bitirdim. Bilasizmi? Endi Mubetta deymiz biz, Mubettani. Asl otlari Muhammad. Tamam. Muhammad. Kechirasiz. Men bo'lsa bu Aytib qo'ydim, rosa bilmaysiz. Qanaqasiga bildingiz? Muhammad jo'ra qanaysiz? Nima demoqchi edim? Nima demoqchi-edi? Gapim esdan chiqib ketdi. Ha, bo'ldi, aytib Shuni aytmoqchi edim. Asl ismlarni. Da. Ya, muhabbat sinimiz.
Yo'q, Ya, yaxshi o'tirib Gapirasan. Menga Biror o'zi narsa gapirasan deysiz. demagan. Chiqib o'tirsang bo'ldi, odam kerak. Biz просто odam divanni soni kattasini kerak. olib qo'yganmiz. Shunday, O'shaning uchun divanni to'ldirish uchun odam просто. mehmon o'zi Da. sal nima ko'rinib qolmasligi uchun. Shahboz savol bor ekan sizga. Sani qanaqa savoling bor do'stim? Yo'q, savolmi? Savoling yo'qmi? Muhabbatdan. Traktor, Maqsaddan. Haqiqatan bu ish qayerda bo'ladi? Bu kishilar so'ragin, qanday qilib reels olsa bo'ladi? Ajoyib reelslar olsa bo'ladi. Shunga o'xshagan narsalar so'raginda. Men studentman, bunaqa narsalarni bilmayman. Keling, Amerika haqida Ha, gaplashaylik. studentlar haqida so'raymiz bo'lmasa. Studentlar haqida savol. O'qishni gap qachon trakka chiqasiz? Muhammad aka. Yo'q, meni o'zim savolim bor student ekaningiz. Meksikadan kelgan odamlar o'qisa bo'ladimi? Amerikada? Yo'q, meni o'zim savolim. Meksikada kelgan odam o'qimaydi. Yo'q. Odam emas. Meksikada qarang. Meksikadan kelgan bolalar, mana odamlar, yoshlar Amerikada institutga o'qishga kirsa bo'ladimi? Men endi yurist emasman, teatr bilan yozuvchilikka o'qiyman. Lekin Juda vizyon savol. Lekin- Berilgan manga deydi. Yo'q, Agar sizda talentingiz bo'lsa, yozuvchilik bo'lsa, lekin men eshitganim bo'yicha agar legalni как sudda kutib, Aha. suddan o'tib, eshitganimcha, suddan o'tib, как o'tda разрешение berib, keyin kelib, life card, green card olganingizdan keyin o'qisangiz bo'ladi. Lekin noqonuniy kelib, men bilmayman, lekin yo'q deb o'ylayman. Agar noqonuniy просто o'tib ketgan bo'lsangiz chegarani, может mumkindir. Men yurist emasman, Sudda yutgandan keyin o'qish keragi ham yo'q. Hozir qamab yotib ushlagan, deport qilib. Shu uchun hozir hamma o'zini institutga kirishga anav qilyapti, o'qish uchun. O'sha uchun o'qishga topshirsa bo'ladimi? Meksikadan kelganlar juda ilishib qolish kerak Amerikada, tushunapsizmi? Hozir men telefon qilay Aysga. Alo. Mana bu yerda bitta Meksikada kelibdi bola bor. O'qiyman deydi. O'ttizga kirdik. Tezkiylar. Nechta beryapsizlar hozir? O'qishga kirmoqchi. Pul berishyapti, bilasizmi? Necha beryapsiz hozir? 5000. Oh my gosh. I have a 10 ta men tanishlarim bor. Kelavenglar. 5000 dan. Manda Shunaqa deyishdi-yu, bunaqa o'sha nelegalni ko'rsatgan joyini aytganga pul berishadi kerak. aslan meni ushlab jo'natib Yo'q, yubormoqchimisiz? yo'q, siz haqingizda emas. Manda buni imенно o'g'lini urgan videosi bor. Men buni qamataman, keyin ketaman. Astag'firullah. O'g'lingizni urasizmi? Uradi bu yaxshi odam emas. Erkalayman bu. shunaqa. Shunaqa добрый odamga Erkalayman o'xshaysiz. просто erkalayman. Unaqa urganim yo'q. Jo'ra, bor ya, kestasini berdim sirasi. Kerak emas unaqa joy. Xo'p, ajoyib bo'libdi. Siz blogerlik ham qilgansiz. Sizda o'sha siz kutmagan va bitta mashhur bo'lib ketgan videongiz haqida gapirib bering. Salom jonim. Bu meni stranitsamda emas. Bu mayli, salom jonim. Shu videoni nomi uni million odam ko'rgan, menimcha ko'pchilik ko'rgan. Tushunishinglar uchun salom jonim qanaqa? Ikkita qiz turadi, bittasi muhabbat, ikkinchi tomonda qanaqa go'zal. Bir-birlariga qarab salom jonim, o'rta salom go'lim. Qaniysan, ishlaring yaxshimi? Ishlaring trakchi kerak, bir bola. Refer bor. Bu shunaqa video bo'lgan, esdan chiqmaydigan videoda odam bir ko'rsa, bu menimcha ancha vaqtgacha esdan chiqmaydi bu video. Ya, lekin juda expect qilmaganmiz, kutmaganmiz, chunki qanaqadir juda g'alati ro'yatga salom jonim. O'zi har doim shunaqa o'zi menga aytishadi-ku, muhabbat qanaqasiz? Mana namuna menga aytganlar. Birinchi ko'rishganimizda muhabbat qanaqasiz? Ma'nosiz sifatli videolaringiz shunaqa ko'p view oladi. O'zi ko'p shunaqa ma'nosiz sifatsiz videolar. Ya, navbat o'shaqa videolar yapti-da hozir. Shunday. Ma'no videolarimni, ma'no videolarimni bir 90% do'stim haqida. O'sha hammasi yeydi. Hammasi yeydi. Lekin nima dedi? Boshqa kontent ham qilmagandan keyin majburdi odamlar o'shani ko'rishi. Kommentariyasini kirib o'qishni maza qilasan-ku. Bular faqat ana shu videongiz ustidan kuladi, lekin men aytib qo'yay, zapis ketgan payt faqat kuladi. Men bilmasdim, uni siz aytganingizni dugonangiz bilan men hozir bildim. Faqat bir-biriga salom jonim deb bular shunaqa qilib aytib ustingizdan kulib kelgan. Mo'sh samolarga просто maydan salom jonim. Menga qarab, bularga o'zi Abdurashid bularga gapirishga nima qilmovdik-ku, o'zi kelishib bularga gapirdik. Mikrofon o'chirib qo'ying, iflosi. O'chirib qo'ying mikrofonni. Mikrofon berib qo'ydi. Amigo, te quiero, amigo, quiero ¿qué pasó? Короче, men Meksikaga o'xshayman-ku. Qayerdan bilasiz?
Mani ko'rgan odam Meksikadan kelgan deb o'ylaydi. Men hech qayerda qiynalmayman. Mani polis ham ushlaydi-ku, "Hey, xola" deydi kelib. Polis ushlaydi-ku mashinada. Xola deydi. Men ana aeroportda ham o'tiradigan pitagimiz bor-da, Uberda ishlaganimda. Meni mekslarning kuxnisini oldida o'sha yerda to'da bo'lib o'tiradi, mekslar отдельно. O'sha yerga borib o'tiraman-da. Mani polni hamma joyda meks deb o'ylaydi. Endi hozir bu yaxshi emas-da, siz mex deb o'ylaysiz. Da, shunga hozir qochib mana bu yerga ishga kirganman, chiqmayman hech qayerga. Faqat shu yerdaman. Meksikadan kelishda ham qiynalmaganman-da. Aeroportda ham mani ushlamagan. Ketdi Meksikada emas, Meksika emas ketdi. Hamma o'zini temasini gapiradi. Gapir, jo'ra gapir. Gapir. Hozir sani haqiqatan yana hamma odam Meksikaga qiziqadi, yana hamma odam keladi, nima qilib, keyin sana olgan kelishadi. Mana Shahbozaga aytla deydi. Mana shu odam aytdi, mana shu Meksikaga aytdi deydi, kelinglar deb. Da. O'shanga. Lekin siz bo'lganingizda unaqa Meksikada o'tdim deb bilmayman. Asabimni hamma ko'radigan shu odam. Yo, meksikalik. Endi mehmonga so'z beraylik. Albatta. Yo'q, Yo, mehmonsiz. Men emas, men bu yerda ishchi. Yo, bu mehmon emas. Mehmonsiz. Amerikaga kelganingizni qachon birinchi marta his qilgansiz? O, Amerikada ekanman deb. Sraz? Yo'q, Amerika. Bunaqa joy O'zbekistonda yo'q edi deydi. O'zi Amerikada kelganimda juda ajoyib istoriya bo'lgan. O'shani aytib bering, bizga. Amerikada kelganimda как раз qish edi, Chikagoda. Chikago bahorda chiroyli, kuzda chiroyli. A вот именно qishda qanaqadir juda ham o'sha Chikagoni o'ziga emas-da, ana Naperville o'sha tomondagi borganmiz-da. Hamma joy juda nurroq edi, qanaqadir bilmayman, pushroq edi, qishloqroq edi-da. O'sha mani do'stim har doimdek aytardim, lekin keyin mani oy deb bunaqa qilib sizlarga chiqadi. Abdulaziz bizani qishloq haqida gapiryaptilar, biz yashagan joyda. Qishloq, конечно. Bu biz esa biz Nyu-Yorkdan kelgandan keyin bu joylar bizga jannatdek ko'rinyapti hozir. Shunday. Nyu-Yorkda u jungli deydi, ana betonli junglidan kelgan. Aka, yoz yana Nyu-Yorkga qo'ymaymiz. Yoz yana Nyu-Yorkdagilar bizga gapirsa shaq bo'lsa. Sen gapir deylar o'zi shaq. Baloga qo'yganman. Men hamma ko'rsatuvda chiqishda men baloga qo'yib ketganman. Nyu-York nimaga yomonlading deb. Mana siz ham o'zi Nyu-York yomonlab o'tiribsiz endi. Jannat deb beradi. O'zi hamma Nyu-Yorkka. Ya Nyu-York yaxshi joy. Nyu-York Amerikada eng yaxshi tinch joy Nyu-York. Nyu-Yorkdan yaxshi joy. Bilasizmi, men tushuntiraman, nima uchun? Nima? Aha. Mazza 2 soat har kun parking izlaysiz. Piyoda yurasizmi? Sog'ligingiz uchun foyda. Signal beradi, uxlab qolmaysiz u yerda. Mana 5 minut qolib ketdim deyapsiz stopda. Nyu-Yorkda bo'lsa siz 5 sekundga qo'ymaydi. Hali svetoforda qizilda tursangiz, yashil bo'lishga o'sib sariqda уже haydash kerak. To'g'ri. Prosta Shahboz nima uchun Nyu-Yorkni yaxshilaydi bundan keyin butun umri davomida Nyu-York yaxshilaydi. Nimaga deganda Shahboz bir marta West Amerikaga tegishli bir gap gapirdi. Shahbozni uzoq vaqt qidirib yurish keyin. Albatta, Amerika sizga ma'qulmi? Yo'q. Nimasi yoqadi sizga? Xo'p, hamma Amerikaga kelishga qiziqadi. Amerika hamma uchun jannat. Amerikada juda ham ko'p pul topaman deb o'ylaydi odamlar. Nimasi yoqadi sizga Amerikani? Olmaxon, xo'p. Tabiat. Tabiati chiroyli. Juda chiroyli. Kayotlar bor. Keyin binolari bor. Xo'p. Eng главное imkoniyatlar juda ko'p. Hammaga qaraganda, hamma, to есть ko'p mamlakatlarga qaraganda bu yerda juda ko'p imkoniyat. Juda ko'p stop signlar bor. Xohlagan yoki to'xtab dam olishing mumkin 5-10 minut. Yoqmagan tomonlari nima, qiyinchiliklari nima? Stop signlari. Stop signlari desamda. Yoqmagan tomonlari juda ko'p pul ketadi. Hamma joy pul bitta. Abshirsangiz ham pul hamma joyda. Aytmang. Universitetda men naqasi borda qo'rqaman tekshirishga. Har gal tekshirsam 9 ming, 10 ming qattandir qo'shilib qolgan bo'ladi. O'tgan gal ham hammasini to'lavordim deb bu semestrda 20 ming keyingi semestrga qo'shildi. Qarasam 29 ming turibdi-da. Oy, infarktli bo'lib. Yo, оказывается, ular prosta qo'shib qo'yishibdi. Pakashdi. Nima sanaqa yuragini tekshirib ko'radimi ular nima? Qani, qaysi bir tuproqlar Rostda. Men bilasizmi, o'zi men agar bunaqa summa ko'rsaga men oylik o'zi men har safar o'zimni kartamni tekshirganda bank akkauntimni tekshirib hayron qolaman-da.
bu qayerdan yechib olib tushdi bu bunaqa summani qayerdan yechgan nimadan infeksionidanmi yo shunday yuragimga asta qo'limni qo'yaveraman-da shundan so'ng 20 nechimi deyapsiz. No, уже qarib ketdim даже. Uxlab qolaman hamma joyda. Shunaqadan. Operada, konsertda, o'tgan gal mashinada. Stop saynlarda. Bu yerda bilasizmi? Menimcha sizni problemangiz shu stop sayn urib ketishingiz. Men o'ylayman, ana shu uxlab qolishingiz ham shu. Siz просто uxlab qolasiz stop saynda. Da, spokойно uxlab qolaman. Turib ham uxlab qolaman. Dars payti ham uxlab qolasizmi? Yo'q, dars paytida uxlab uxlab qolganman. Bir marta bizga pisatellar kelganda yozuvchilar juda kutganman. O'qituvchimga 100 marta qachon kelishadi deganman-da. Poetlaydi. O'sha kechasi ekzamen edi, uxlamasdan chiqdim. Rostdan uxlamagan edim-da. Kelishdi poetlar kutib, meni introduce qilishdi. O'qiyapti-da, shunaqa chiroyli ekan, shunaqa uyqum kelyapti, uxlab qolganman-da. Keyin undan keyin bizda ujin bo'ldi. Как hamma pisatellar bilan-da, yozuvchilar bilan. O'shanda o'sha pisatellarning oldiga borib, undan oldin o'qib ko'rdim-da, o'shanaqasini. Juda ham yaxshi yozdingiz desam, juda ensasi qotdi, chunki ko'rdi. Juda diqqatli eshitganimman. Uxlab. Bilasizmi, samый главный men o'ylayman, agar vaqti kelib mana уже ega teksangiz agar, to'yingiz bo'lsa agar, to'y vaqti Turmush qursangiz agar. Endi jaydari tilda tushuntiraman-da. Men nima uchun odamlar ko'p gapni tushunadi? Chunki jaydari tilda men tushuntirib beraman. O'tiribsiz kuyov bola bilan, budish kuyov bola bilan o'tiribsiz. Tasavvur qilamiz. Kuyov bola shunday qarayapti, bu yerda Ammo rasmga olib kelib. Samый главный shu yerda uxlamasangiz bo'ldi. Xo'p, ajoyib, zo'r. Aytmagan nimadir qoldim yana? Albatta, savollar yo'q. Savollar yo'q. Savol bor. Nima planlar Amerikada? Yo'q, qiziq. Student o'qib chiqsa nima qiladi, qayerda ishlaydi? To'g'risida. Shunday. Da, kitoblar yozyapman, xudo xolasa, kitob chiqazaman. Keyin green card olsam, Kaliforniyaga sochlarim bunaqa mashina ochuv. Welcome to the new world, California. Oh my Such a gosh. lovely place. Dardimiz bir ekan, green cardingiz yo'qmi? Yo'q. Men sizni green cardingiz bor deb o'tiribman. Tamam, endi o'sha tomonga gapiraveradi o'zi bu yerda. Tamam. Yo'q, gap unda emas. Statusimiz pashti bir xilda. Nima? Anglizcha qo'ya qara. Anglizcha gapirasizlar. Men yaxshi bilaman inglizchani. Da? Shu yo'lda kelgancha men inglizcha, ispancha o'rganib keldim-da. Men o'ylayman. Faqat siz inglizcha gapirganda inglizcha tushuna olmaysiz, amerikacha tushuna olmaysiz. Yo'q, endi ozgina aksentim bor-da. Ozgina aksent. O'z aksentingiz tushunmaydi amerikacha biroz. O'zini aksenting bormi? Ha. Xo'p, aytgani anglizchada men bugun shu yerga keldim va hamma narsa ajoyib deqani. Kelajakda nima planlar bor? Juda ham zo'r bilgan anglizchani. Rahmat Shahboz. Kitob. Keyin Rahmat, katta rahmat. proyektlarga chiqish, xudo xolasa. Xudo xohlasa, yaxshi. Tak, actingda. Ssenariy yozasizmi? Ssenariy yoza olasizmi? Ssenariy yoza olaman, hozir kitob yozyapman. O'shanga Instagramdan ham o'chirib ketdim, chunki Instagramda boshqacha bo'lishingiz kerak, ochiq bo'lishingiz kerak. Hozir yopiq bo'lganim uchun tak. Yaxshi. Instagram o'chish kerak bo'lmasa. Siz mana yaqinda Samandarga shunday qildi. Samandarga o'zlarini allash uchun men, короче, Instagramni udar qildim, hamma narsani udar qildim. Social media nima yo'qman. Shunday mazza qilyapman, uka bilasizmi? Mazza qilyapman, mazza qilib yashayapman. Lekin 2 kundan keyin yana skachak qilib boshqatdan ochdilar Instagram yana. Siz qachonki u sizni daromad manbaingiz bo'lsa qo'shimcha, undan boshqa Shunday ish endi olmasa men ekan o'ylayman, odam o'zini o'zi aldashda dayt qilib yana boshqatdan skachak qilib, dayt qilib skachak yo'q, qilib. mana bunaqa narsa bor, mana qo'shilasizmi gapimga. Kontent chiqaradigan odamlar bor, kontent qabul qiladiganlar borda. Siz kontent chiqaraman deb o'ylab потребитель bo'lib qolasiz deganda, ma'lum faqat reels ko'rib juda ko'p vaqtingizni olib qo'yadi-da. Shunaqa narsa borki, sizni o'zingiz hayotingizga negativ olib kiradi-da. Qanaqa hamma baxtli, hammada hayot yaxshi, sizga o'xshamayapti. Hammada zo'r ketyapti, nimagadir sizda ketmayapti. Bu yerda men o'z noshukrlik hidini sezyapman, lekin bor-ku. Nima uchun menda o'xshamaydi? Instagram shunaqa sizga majbur qilib qo'yadi, mana shunaqa noshukur bo'lishga. Siz Instagramda xolasiz oling, xolasiz olmang. To'g'ri, Instagramga hamma kirib chiq o'tkazaveradi Keyin hamma gaplashamiz. To'xtang, mana shu bu yerga savol. Mana Instagramsiz qancha nima ishlayapsiz? Уже где-то bir oy. Farqi bormi Instagram bilan hayotingiz, Instagramsiz hayot? Bor, chunki undan oldin Instagram bo'lganda juda ko'p anxiety, bespokойство, как Yigitlar yozganda
To'g'rimi? Bundan emas. Yo'q, yigitlar yozib turadi-da baribir. Ha, yigitlar juda ajoyib, oilari ham yozishadi. Yo'q. Yo, tanimagan odamlar juda o'g'lim Meksikadan kelgan, siz oyingiz yozgan. Mashtemada gaplashaydi. Juda yaxshi bola. Siz o'yingiz yozganda. Green cardingiz yo'qmi? Yo'q. Jo'ra. Bor shunaqalar. Kimdadir srazu o'g'il Primo bola. so'raydi. Green cardingiz bormi deyishadi. Srazu yo'q desam, uzr. Yaxshi ekan, dangalchilar-da. Dangalchi aylantirib nima qilib o'tirmaydi-da, primo. Eng zo'r yo'li green cardam yo'q deb yozib qo'ying. Bo'ldi, hech kim bezovta Ya, o'zi qilmaydi. video qilganimda green cardam yo'q deb yozganman. Men yozmaganman, kuzataman, lekin yozmaganman. Yo'q, mana shu nimada gaplashaylik. Sen yozmoqchi emedingmi? Noodatiy bolalar tomonidan, Astagfirullah. mana deydi, masalan, qizlarga ko'p podkastlar bo'ladi-ku, masalan, gap otishda boshqa eng noodatiy, qiziqarli, kutmagan bir ajoyib shunaqa nimalar bo'lganmi? Bolalar tomonidan. Gap o'tishlar sizga. Ey, deganmi sizga biron kishi? Yo'q, Shunga o'xshagan. unaqa demagan lekin. Nima degan? Amerikadasizda shuning. She's chiroyli degan. Yo'q. Shunaqasi bo'lgan, eng g'alatisi bo'lsa kerak. She's chiroyli. Ovqatni yaxshi chaynab yergansiz kerak. Nima deydi? Nima demoqchi endi shu chiroyli? Bilmayman, kimdadir komplimentlar qilmoqchi bo'ladi, qanaqadir g'alati yoshim haqida ko'pincha kompliment qilmoqchi bo'lishadi. Yosh bilmayman ko'rinamanmi yo'qmi, lekin yosh ko'rinasiz deyishmoqchi bo'ladi. Lekin yoshmas ekansiz deb qo'yishadi. Yoshingiz nechida? So'ralmaydi lekin. 24. Qiz boladan so'ralmaydi birovning yoshini. Ha, mayli, hamma 24 o'sha bilib olishsa. Hay bilsa o'zi. 24 yoshli green cardam. Yo'q, hamma to'g'ri. Kerak emas. Yo 24 ga o'xshamaydilar 3 lekin. oy bo'ldi. Nechinchi yil bo'lasiz o'zi? 2001. 2001. Men bir sizni 98 shunaqa deb o'ylagan edim. Ayyo, hazillashdim. Bir 30 yoshlarga o'xshaysiz. Yura, men necha yosh o'xshayman? Sen shu dadangdan, men seni o'z dadang ukasi deb o'ylayman. Ko'rgan odam siz necha yoshda? Bilasizmi, aka, nima deyapti yaqinda bu? Samondor akani yoshlari mana shunchami deyapti. Ha desam, aka, o'xshi yosh bolaga o'xshaylar-ku deyapti-da. Albatta. Chaq bo'lsin. Kim aytadi bu kishini ikkita xotini bor deb? O'xshaydimi shu? Ikkita Samandar aka. Ikkita xotinlar. Samandar aka, nimaga bunday qildingiz aka? Alo, Qancha yanga. ro'zg'orni ajratib olmoqchimisiz? Siz bilasizmi, 15 yillik yanga? ro'zg'or ajratib olmoqchimisiz? Sizni kundoshingiz borligi? Astagfirullah. Bitta xotinlari bor, 4 ta bolalari bor. Yo'q, unaqa kerak emas. Zo'r, ajoyib. Amerika haqida ko'p stereotiplar bor. Da. Qaysi o'sha bir g'alati stereotiplarni eshitgansiz-ku, kelib realni ko'rgansiz, restoran ham shunaqa ekandi. Realnimi? Siz uchun g'alati bo'lgan. Menga g'alati narsa bu yerda qishda short kiyishadi hamma, na kurtkada yurishadi. Juda o'sha narsa g'alati. Потом yana nima g'alati? G'alati narsalar. Juda hamma vejливый. Bu g'alatimi? Haqiqatan Birinchi kelgan odam uchun g'alati-da. Da, o'zimiz odam uchun bu g'alatda. Masalan, Shahboz 2 yil bo'lgan bo'lsa kelganimda haliyam men bu burkuni orqasini tushirib yuradigan erkaklarni tushunmayman. Nima maqsad? ichki kiyim uzatdimmi? Ichki kiyim uzatdim. Maqsad Menga nima? qarang, shuna borib ko'tarib qo'ygingiz keladi. Yo, aka ko'tarib qo'ygim keladi. Butunam Hozir aytmoqchi edim tushirib shu narsani, yurarkan. shu temani aytmoqchi edim hozir. Nyu-Yorkda ko'p. Juda bir haqiqatan Sherdan qo'limdagi downtownda alosha bo'lsa ko'p. bu o't tashardim bu ikkita nimasidan, orqasidan. Yo, maqsad nima? Mana sizlar kelganlaringga necha yil bo'lib ketganda nima maqsad unda? Men tushunmayman, nimaga shu? Yo, nimaga, nima endi sal nima tema-yu bu? Balino tema nima kerak o'sha ikkita narsani ko'rsatib yurish, ichki kiyimni? Bir xil joylarda, zdaniylarda shunaqa qilma deb krescha rasmida kres qo'yib qo'y ekan. Barakalloh. Mumkin emas ekan shunaqa ishdan tushib ketayotganlar. O'sha shtatda bo'lib yashash kerak o'zi. Ha. O'zi Tramp bu yaqinda aytdilar-ku, bu yerda bilasizmi? Ana u bir xil pollik nimalari Da, o'tashish kerak deb. eshitdim. Qanaqa fikringiz shu narsa haqida? Bunaqa televideniyada boshqacha fikr bo'lolmaydi. Ya'ni aytasiz hozir, "Yo, men yaxshi, men bu narsani qo'llab quvvatlayman" deb, ha? Kechirasiz-da. Yo'q, Qaysi tema haqiqatan bu siz uchun? hamma как mayli, hozir bitta Chaqirsa yo'qadimi? O'zbekiston auditoriyasi ko'ryapti. Ha, Amerikada gapiryapman o'shanga. Bu yerda ikki taraflama. Amerika kelganda unga
bu yoqdagilar maslahatlar berishadi, har xil maslahatlar beradi. Siz Amerikaningizda sizga berishgan eng g'alati maslahatni esla olasiz? Да, eng g'alati, наверное, maslahat это весы sotib olish. Tarozi. Tarozi. O'zi o'lchash uchunmi? Да, o'zingiz. Temir ketayotganingizni ko'rish uchunmi nimaga? Bunaqa qilishmi ular? Chunki bu yerda hamma narsadan semirar ekansiz. Hech kim mana shuni aytmaganda qarang. Bilmay qo'limmi? Shu maslahatni Abdurashidga shuni berish, agar 5 yil oldin berishgan. Bilmay qo'lim, hech kim aytmadi shu narsani men kelishim oldi. Men uni qarasam bugun hozir turib, juda semirganman o'zgina. Конечно, siz birinchi yil kelganimdan hozir farqim bor. Hech kim aytmadi. O'zi mana bu betdagi yaxshi maslahat bo'lgan ekan, hali ham. Yo'q, men ham o'shani qilganman, lekin da, chunki qaraysiz har kuni ertalab o'zingiz ko'raverasiz, yomardingizmi, ozdingizmi bilmaysiz o'shanga. Zo'r. Yana bir g'alati savol beraman sizga. Masalan, bizda bor Instagram, TikTok bor. O'zi buvingizga TikTokni nimaligini qanday tushuntirgan bo'ladi? Mana buvim Facebook, TikToklarda o'tiradilar. Yo'q, lekin tushuntirib Aka bu sizda hali ham yo'q TikTok. hojati yo'q lekin tushuntirish. Batilla qilib o'tiradi-da. Da, Beyonce'larni eshitadilar. Yo'q. Da, zamonaviy kinolar. O'sha zamonaviy babulam mana. Wow. Ular nabarot menga aytadilar, tipa, "Davay, kontent qil." Bu betda davay. Davay bo'z gapini. Manimcha shu Salom jonim ideyasi ham shu bu jondan chiqadi. Bu betda bilasanmi qizim, mana shu tema zo'r yeyapti. Shuni qilishing keraksan. Qaysi tema onajon? Million prosmotr yegan. Da, o'zim ahamiyat berganman. Buvilarimiz, dodalarimiz pokoleniyasi более ochuv, и как-то более zamonaviy ota-onalarning pokoleniyaga qaraganda. Ular как sovet davrida o'sishganda o'shanga ko'pincha bir narsa aytishadi. Masalan, dodam aytib beruvdilar. Mayli aytsam bo'ladimi, yo'qmi? Mayli aytmay qo'y. Ayting. Qiziq yaxshi gap. Kesashimiz aytavering mayli. Kezamiz. Aytaylik. Masalan 9-11 sinflarda dodam aytganda qanaqadir вечерlar bo'lgan ekan, ularda tam shampanskalar ichishga men aytdim, qanaqa 9-sinfda meni ukam shunaqa bo'lsa haydaveramiz deb. Ular 9-sinfda akan aytishadi, biz sizlar davringlarda boshqacha bo'lganini ko'rib turibdi. Ya hamma shunaqa deydi-da. Bizlar davrimizda bunaqa edi, lekin masalan biz ham shunaqa deyishimiz mumkin. Vaqtida Bu yerda ichmaydimi studentlar? Bu yerda bayramlarda ichmaydimi qizlar, bolalar? Bu yerda to'g'risini aytsam, men qo'rqaman ham studentlar. Chunki ko'pincha men endi ikkinchi bakalavr qilaman-ku. Birinchisini Italiyada qilib ekonomikani tugatganman. Bu yerga kelganimda ko'plar men yoshim rostdan bilishmaydi. Unaqa yosh ko'ringanimga demayapman. Yo 30 ga kirganga o'xshaysiz. Rahmat. Siz ham bir 50 ga. Yo'q, men 50 ga emas, bir 40 larga kirganga o'xshayapti. O'tgan gal shunaqa. necha yoshsiz? Necha yosh o'xshayman? Xudojon. Aka, Yoshga o'xshaysiz. 35 larga o'xshayman. Shu 38 kiradi. 30 yaqinda bir haftadan keyin 31. Yo'q-da, 2 hafta maza qilib dam olib kelganman aka. Umuman qiynalmasdan. Da. Lekin jo'ra bu seni qutqarmaydi ko'rinishingdan. Babasan o'sha ko'rinasan. Sen ham 3 ta balalik bo'lsang, Aha. men sen rang-ro'ying ko'raman ahvolingni. Endi hozir yomon emas. Babular ekansiz, ko'siz. Necha yosh berasiz shunga mana? Siz buni tanimaysiz. Birinchi marta ko'rib turibsiz. Birinchi marta. Necha yosh berasiz? Yaxshimisiz? Assalomu alaykum. Men otam Abdurashid. Faqat chestni. Necha yosh berasiz? Birinchi marta ko'ryapsiz. Yon tomondan sal ariqroq ko'raman mana. 29. What так вот, man? Come on, bro. Biz birga как anaqa. Siz meni endi enemiyimsiz-ku, enemi nima bo'ladi? Protiv tomonim. Protiv tomon. Siz menga 30 yoshda disko o'xshaysiz. 20 yoshga o'xshaysiz. Ajab bo'lsa. Qiz Bu bo'lsa, значит, bu sizdan ham yosh ko'rinadi. O, yaxshi. конечно. Ko'rinishi men просто men xotinimga hamma aytaman, ko'ryapsanmi qanaqa yosh ko'rinaman deb. Ajoyib, juda ham zo'r bo'lyapti suhbatimiz. Maza qilyapmiz to'g'risi. Sen maza qilyapsan. Nima deysiz Fantastic Show'imiz haqida? Suhbat sizga ma'qulmi? Juda ham samimiy, juda ham komfortniy show. Menga juda ham yoqdi. Qiz bolalar ham chaqiramiz, dudinglar. Mana sizlar keldinglar. Sizlarni taklif qildik. Bitta men qiz bola bo'lishimni bilmagan edim. Bunaqa taklif bo'ldi. Bu lekin pastava emas, muhabbat kechirasiz. Bu betda такой nima aytadi?
zo'r va'dasiga turadigan qiz, nima deydi o'g'li? Kattakon rahmat sizga kelganingiz uchun. Sizlarga ham rahmat. Juda rahmat. Omadinglarni bersin. Juda xursand bo'ldim. Biz ham xursandmiz, kelyapsiz. Aldab chaqirdi lekin shu. Kecha telefon qilganda oldi deydi. Yeah. Bir gala qizlar keladi, yana bir kimlar rosa keladi deb aldab chaqirdi. Bitta o'zingizni qarang-da. Neudobnoda o'zi Siz masalan. ko'rib turganingizda bu odam kelgandan beri bizlar ikkimizni ham olyapti. Sizga Shunday qilib o'rganish kerak emas. siz hali ham gapiryapsiz shuncha bolaning ichida. Agar men ikkita o'g'il bola bo'lganimda, agar bir gala ayollarning ichiga borganimda, men gapira olmasdim. Gapim to'g'risi rahmat, молодец, zo'r. E'tibor qilmaysiz, bu odamni o'zimiz ham bilmaymiz. Ya men o'zi aytaman, Taniymiz. men bu yerda ishchiman. Prosta o'zi ularga bitta odam kerak edi. O'zi casting bo'ladi, biron kishini tanlab oladi. Shuning uchun o'tirib turibman-da hozir. Zerikyapman prosta. Yo, juda ham zo'r shou. Prям maza qilib o'tiradigan shou. Keyingi gal agar Safina o'rtog'im bilan kelsa, voqea zo'r bo'ladi. Albatta, Safina Albatta, men qolamiz. telefon qildik bugun. Mo'l zayn dedilar, band dedilar. Albatta bundan keyin bu hali birinchisi. Bundan keyin biza katta mana ko'rgan joyingizni kengaytirib, yana odamlar o'tirib fan klub katta bo'ladi. Xolasanglar вообще bitta otryad bo'lib kelamiz. Kamila, Safina, Namuna, Robiya, Muxtasar Mosh Pensilvaniyadan keladi. Hammamiz kelamiz. Zo'r, Qolamiz. ajoyib. Nimaga o'xsham o'tirishlari kerak edi, gapirishlari kerak, gaplari bu. Bu safar bo'lmasa chiqasiz, ko'zlaridan aniq. Aniq bu safar chiqasiz bo'lmasa. Xudo. Xo'p, bo'lmasa bu fantastik shouimiz Birinchi soniga yakun yasasak aha, muhabbat bilan o'z yakuniga yetadi, lekin biza faqat endi boshladik. Hamma zo'r qiziq narsalar bizda davom etadi, nasib bo'lsa. Keyingi sonlarda ko'rishguncha. Aha. Bye bye. Zo'r. Ajoyib. Oh, fantastic.